Dasturimizni yana mahalliy xabarlar bilan davom ettiramiz. Teatr bu nafaqat madaniyat va san'at maskani, balki inson qalbi va ongini boyitadigan makon. Jizzax viloyat musiqal drama teatrida Ayol deb nomlangan yangi spektaklning taqdimoti bo'lib o'tdi. Hayot va mehr, sabr va fidokorlik timsoli bo'lgan ayol siymosi bu asarda chuqur badiiy talqin orqali ochib berildi. Halima Ahmedova qalamiga mansub Yarimta olma asari asosida rejissyor Baxtiyor To'rayev tomonidan sahnalashtirilgan mazkur spektakl Madaniyat vazirligining badiiy ekspert guruhi vakillariga topshirildi. Spektaklning ochilish marosimida viloyat madaniyat sohasining yetuk vakillari, san'atshunoslar, teatr ixlosmandlari ishtirok etishdi. Asar g'oyasi oddiy ayol timsolida butun bir jamiyatning oila va vatan oldidagi fidoyilikni aks ettirishiga qaratilgan. Sahnadagi har bir epizod chuqur hissiyotlarga boy bo'ldi. Bu esa asarning tomoshabin qalbiga yetib borganidan dalolat beradi. Bugungi kunda o'zbek teatrida zamon nafasini anglash, zamondan bir qadam ilgari yurish va davrni shukuhini, davrni muammolarini, davrdagi ziddiyatlarni ko'rsatish bugun barcha teatrlarimizda yetakchi bir mavzuga aylangan jarayon hisoblanadi. Mana shunaqangi bir davrni jihatlarni, davrda yuz berayotgan muammolarni aks etish bugun Jizzax viloyat musiqali drama teatri sahnasiga ham ko'chib o'tganligi bugun tomoshabinlarni quvontiradi. Bugungi qo'yilgan ayol spektakli ham ana shularni an'anaviy bir davomi sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Bugun aktyorlar ansambli ushbu spektaklda jamlanganligini, yaxlit bitta g'oyaga, bitta maqsadga, bitta mavzuga teatr jamoasi birlasha olganligini biz ko'rdik. Bu jarayonda rejissyorni ham rassom ekanligi, teatr tajribasida bir mukammal ishlarni qila olganligi bugun teatr sahnasida yana bir karra yorqin namoyon bo'ldi. Bugun dekoratsiyada mazmunan tomoshabinni fikrga chorlaydigan, umrni karvoni ekanligi, umrni bir qisqa ekanligi, umrdan bir mazmunli foydalanish kerakligi dekoratsiyada yorqin ifodasini topdi. Asarda ayolning hayotdagi o'rni, og'ir sinovlar qarshisidagi matonati mohirlik bilan sahnaga olib chiqilgan. Jarayondagi har bir dekoratsiya o'zgarishi va bezaklar sahnada o'zgacha muhit yaratdi. Spektakl namoyishidan so'ng mutaxassislar tomonidan fikr va takliflar bildirildi. Yakunda bir ovozdan spektakl teatr repertuariga qabul qilindi.